Salom hammaga. Demak, sizlar bilan masala tahlilini davom ettiramiz. 22-masala. Tog'arpa o'simlik barglarida antioksidan rangning yuzaga chiqishi dominant, yashil bo'lishi retsessiv. Demak, qizil dominant, yashil nima ekan? Retsessiv ekan. Agar 100 metr kvadrat maydonda o'sayotgan 15 mingta o'simlikdan 600 tasini barglari yashil rangda bo'lsa, 50 metr kvadrat maydondagi o'simliklarning nechtasini barglari antioksidan rangga ega bo'ladi? Demak, 100 ming metr kvadratda umumiy o'simliklar soni 15 mingta bo'lar ekan. 50 metr kvadratda qancha bo'ladi? 7,5 mingta bo'ladi. Endi 100 metr kvadrat maydonda 600 tasi yashil rangda bo'ladi. Endi 50 metr kvadrat maydonda esa qancha bo'ladi? 300 bo'ladi. Demak, 7,5 mingdan ayiraman 300 ni. Teng 720 ga teng. Sejo. Keyingi masalamiz 23. Beda o'sim bargining uzunligi dominant, kaltaligi resessiv. Demak, uzun, kalta, sharsimon, uzunchoq. Dominantga bitta xromosom joylashgan heterozigotali organizm, ya'ni diheterozigotali organizm. Dominant genlari hal xromosomga joylashgan diheterozigotali organizm bilan nima deyapti? O'zaro chatishtirilgan. Ya'ni bular to'liqsiz birikkan holatda irsilangan. Demak, buni o'zaro chatishib chiqsak, bundan gamet olamiz. Bundan gamet olamiz. Bizda umumiy organizmlar soni 15 mingta ekan. Demak, 15 mingtani ko'paytiramiz. Bu necha foiz? 100%. Nokrasingover organizmlar deyapti. 13,824 ga teng. Bu demak 13,824 ni ko'paytiraman 100 ga. Bo'laman 15 mingga. 92,16. Endi bularni bizning nokrasingover organizmlar soni bitta, ikkita, uchta, to'rtta. 4 ga bo'lib yuborsam 23,04. Endi buni ulushga o'tkazib olsak, to'xtinglar. Mana ulushga o'tkazib olaylik. Teng 0,23,04. Endi buni ildizdan ostidan chiqaramiz. Teng bo'ladi 0,48. Demak, bu 0,48 qo'shilgan 0,48 ayrilgan 1. 0,04. 0,04 ni 2 ga bo'lib yuborsam, bu 0,02, bunisi ham 0,02 ga teng. Bu ham 0,48, 0,02, 0,02 ga teng. Bizda aytyapti endi barglari uzun, to'kili sharsimon bo'lgan o'simliklar. Demak, bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Bundan chiqmaydi. 5 ta. Yo'q. 6 ta.
7 ta. Yo'q. Yo'q. 8 ta. 9 ta. Demak, 9 organizm bor ekan. Ularni hisoblab chiqamiz. Demak, 0,8 ni ko'paytirgani 2 ta ekan. Demak, 0,23,04 qo'shilgan 0,23,04 teng 0,468. Xo'sh, bilan topildik. Endi 0,8 ni 0,2 ko'paytirilgani 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Demak, 5 ko'paytirilgan 0,48 ko'paytirilgan 0,02. Demak, 5 0,48 ko'paytirilgan 0,02 teng 0,048 ga teng. Endi 0,02 ni ko'paytirilgan o'ziga 1 ta, 2 ta. Demak, 2 ko'paytirilgan 0,02 ko'paytirilgan 0,02 teng 0,008. Uchalasini yig'indisi 0,048 qo'shilgan 0,046,08. Uchalasini yig'indisi 0,5096. Buni ko'paytiraman 15,000 ga. 7,644. Bahor javob. Keyingi masalamiz 24. Sariq donli heterozigot no'xat bilan yashil no'xatlar o'zaro chatishtirilgan. Natijada jami 4200 ta, ya'ni shunday organizmlar hosil bo'ladi yana. Bu ham 50%, bu ham necha foiz? 50%. Endi bundan ham 2100 ta, bundan ham 2000 nechta bo'ladi? 100 ta bo'ladi. Xo'sh, bunaqa javob bor bizda, lekin bizning nazariyada ushbu maydondagi jami sariq rangni belgilovchi A genini so'rayapti. Biz katta sariq rangni belgilovchi A geni 2100 ta. Endi yashil rangni belgilovchilar esa bundan ham bor 2100 plus bundan ham 100 plus 2100 ta teng 6300 ta bo'ladi. Demak, qaysi javob? A javob. 25-masala ishlangan. 26-masala ham oldingi masalamizga o'xshash. Ya'ni necha? 5-masalaga o'xshash jarayon hisoblanar ekan. Keyingi masalamiz 28. Uchtepa qishlog'ida A geni uchrash ehtimolligi 30%. 3-qon guruhi odamlarning uchrash ehtimolligi 33% ga teng bo'lsa, 1-qon guruhi odamlar necha uchrash ehtimolligini toping. Demak, A bor, B bor, 0 bor, to'g'rimi? Bizda A ning ehtimolligi 0,3 ga teng ekan. Ikkalasi teng bo'ladi 0,7 ga. Bu tomondan ham A, B 0. Ikkalasi 0,7, buni esa 0,3 ga teng ekan. Buni o'zaro chalishtirib chiqamiz endi. Xo'sh. Demak,
Bizda 3-qon guruhi odam o'sha ehtimolligi 33%. Ya'ni buni x kvadrat deylik. Bu x y, bu ham x y. Bu y kvadrat, to'g'rimi? Biz 3-qon guruhlilar, ya'ni x kvadrat plus 2x y'imiz teng 0,33% ga teng ekan. Xo'sh. Endi umumiy ya'ni 3-qon 4-qon guruh umumiy yig'indisi esa necha? Ya'ni x kvadrat plus 2xy plus y kvadratimiz 0,7 ni 0,7 ga ko'paytirib qo'ysak 0,49. Minus qo'ysak bular qisqaradi. Y kvadratimiz teng 0,16. Y'imiz teng 0,4. Demak, bunimiz 0,4 ga teng, bunimiz esa 0,3 ga teng ekan. Bizda birinchi qon guruhi odamlar uchun ehtimolligi, demak, 0,16, ya'ni 0,16 ko'paytirsak, 0,16% ga o'tkazsak 16% bo'ladi. Ya'ni C javob. Keyingi masalamiz 34. Uchtepa qishlog'ida Bga uchrash ehtimolligi 20%. 3-qon guruhi odamlarning uchrash ehtimolligi esa 32% ga teng bo'lsa, birinchi qon guruhi, 4-qon guruhi odamlarning uchrash ehtimolligining farqini nima deyapti? Toping deyapti. Demak, bizda yana A bor, B bor, 0 bor. Bizda bu necha ekan? 0,2 ga teng ekan. A bor, B bor, 0 bor. Ya'ni bularni o'zaro nima qilamiz? Chachirib chiqamiz. Bizda B'miz 0,2 edi. Katta bilan 0 yig'indisi 0,8. Demak, bu x kvadrat, bu xy, bunisi y kvadrat, to'g'rimi? Yo'q, to'xtanglar. Bizda B'miz nima ma'lum? Buni x olsak, bunimiz nima bo'ladi? Y bo'ladi. Buni x olsak, bunimiz nima bo'ladi? Y bo'ladi. Demak, bu 0,2 0,2 ko'paytirsak 0,04 ga teng. Endi 0,2 ni bunga ko'paytirsak 0,2y, bu ham 0,2y bo'ldimi? Xo'sh. 0,04 plus 0,2y plus 0,2y'imiz teng 0,32 ga teng. Demak, 0,4y'imiz teng 0,32 dan 0 bilan ayirsak 0,28 y'imiz teng 0,7 ga teng. Demak, bu 0,7 ekan, bunisi esa 0,1 ekan. Xo'sh, birinchi qon guruhli va 4-qon guruh odamlarning uchrash ehtimolligining farqini toping. Demak, 0,7 ni 0,7 ga ko'paytirsam 0,49. Endi birinchi qon guruhlilar, necha? 4-qon guruhlilar. Demak, 0,2 ko'paytirilgan 0,1. 0,02. Bizdan ikkita bor shundan. 0,04. Ikkalasini ayirmasi 0,45% o'tkazib olsak 45% bo'ladi. Ya'ni bahor javob. Keyingi masalamiz, bular 38 ni ishladik, ya'ni nechinchi masala bilan 23-masala bilan bir xil. 39-masala tepadagi masalalarimiz bilan o'xshashroq, lekin sizlar bilan nima qilamiz? Bu masalani ko'rib chiqamiz. 39-masala.
Ma'lum bir maydonda umumiy 15 mingga yaqin namoyishxona unib chiqqan. Oq yo'l o'simliklar pushti ranglilardan 1050 taga, qizil o'simliklar esa 6000 taga ko'p. Dominant genlar chastotasini aniqlang. Genotipda resessiv genlar mavjud organizmlarning uchrash foizini toping. Demak, namoyishxona guli, ya'ni o'zaro bular nima qilingan? Chatishtirilgan. Natijada bular nima bo'ladi? Hosil bo'ladi. Buni x desak, bular y bo'ladi. Bunisi esa nima bo'ladi? Z bo'ladi. Endi bizda aytyapti, oq gul o'simliklar pushti ranglilardan taga. Demak, Z minus 1050. Bunisi Z minus 6000. Demek Z minus 6000 plus Z minus 1050 plus Z o'zi teng 15000. Endi Z'lar yig'indisi 3Z teng. Demak, bular o'rtamaga olsa u plus bo'ladi. 15000 qo'shilgan 1050 qo'shilgan 6000 bo'lingan yig'indisi o'zi 22050 ga teng ekan. Z'imiz teng 7350. Demak, 7350 x ni topib olsak, 7350 dan ayiraman 6000 ni. 1350. Y'imizni topib olamiz. 7350 dan ayiraman 1050 ni. Teng 6300. Z'imiz teng 7350. Xo'sh. Endi dominant genlarning chastotasini aniqlang. Dominant genlarning chastotasini toping. Demak, 7350 ni ko'paytiraman 100 ga. Bo'laman 15000 ga. Xo'sh, demak 15000 ta organizmimiz necha foiz? 100%. 7350 imiz teng 49%. Buni ulishga o'tkazsak 0.49. Ildizni ostidan chiqarsak esa 0.7 bo'ladi. Demak, kattamiz 0.3 ga teng, kichkinamiz 0.7 ga teng. Demak, bizda bahor javob chiqib ketdi. Genotipda resessiv genlar mavjud organizmlarning uchrash foizini toping. Bizda demak, buni o'zgartirsak, bu 0.09, bu 0.21, 0.21, bu 0.49 bo'ladi. Mana shularni foizini so'rayotgan ekan. 0.21 qo'shilgan 0.21 plus 0.49 teng 0.021 qo'shilgan 0.21 qo'shilgan 49 teng 0.91. Foiz esa 0.91%. Ajoyib. Keyingi masalamiz 40-masala. Misr aholisi birinchi qon guruhli odam 36%, ikkinchi qon guruhli odamlar esa 45%, uchinchi qon guruhli odamlar esa 13%, to'rtinchi qon guruhli odamlar esa 6% tashkil etgan. Uchinchi qon guruhli gammaskot organizmlar populyatsiyasining necha foizini tashkil etadi? Demak, bizda A, B, 0 bor.
To'g'rimi? Endi bizda birinchi qon guruhi ma'lum ekan. 36. Demak, 3 o'tkazsak 36% ni 3 o'tkazib olsak 0.36 bo'ladi. Buni ildizidan chiqarib olsak, ya'ni ildiz ostiga olsak necha bo'ladi? 0.6 bo'ladi. Demak, o'miz 0.6, ikkalasi necha ekan? 0.4 ga teng. Endi qarasak, biz ikkinchi qon guruhlilar, uchinchi qon guruhlilardan ko'proq. Demak, bu 0.3 ga teng, bu 0.1 ga teng. Biz uchinchi qon guruhli gamozigot organizmlar populyatsiya necha foizni tashkil etadi? 1% ni tashkil etar ekan. Ya'ni bahorcha.